kanalida biz sizlar bilan Plus 26 da kelishi mumkin bo'lgan yangiliklar haqida gaplashamiz. Do'stlar, bugungi videorolikni albatta o'tkazib yubormanglar, chunki videorolikimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz shu oyning oxirigacha 3000 ta bo'lishimiz kerak. Bugun 24-oktyabr. 6 kunning ichida 900 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying, ko'proq insonlarga yetib borishi uchun. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, videomizni boshladik do'stlar. Premier Soccer 2026 o'yin chiqishiga ham xudo xohlasa 1,5 oy vaqt qoldi. Avval treylerlar chiqadi va keyin Plus 26 ni o'zi ham chiqadi. Keyin yangilab bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda biz DLC'da o'zgaradigan top 10 ta 15 ta narsalarni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik menga savol beryapti, Plus 26 da qaysi o'yinchilarning reytingi tushib ketadi, qaysi o'yinchilar yo'qolib ketadi, qaysi o'yinchilar paydo bo'ladi va shunaqa savollar beryapti. Do'stlar, agarda shu videomiz 1000 ta like yig'sa, men shu haqda videoni albatta chiqaraman va Plus 26 ning aniq chiqish sanasini ham aytaman. Shuning uchun videomizga maksimal like bosib qo'yinglar. Plus 26 da qo'shilishi mumkin bo'lgan top 20 ta narsalar. Birinchi, haqiqiy murabbiylar. Ko'proq va kuchliroq Champions playerlar. Oltin to'p topshirish marosimi. Ko'proq va kuchliroq davlatlar. O'yin qahramoni sovrini. Ko'proq va kuchliroq klub va ligalar. Futbolchilarning sifatliroq yuz ko'rinishlari. Hayotiy formalar. Endi 200-300 talab olmaslar sarflab qiynalmaymiz. Original logolar. Ko'pchilik avvallari logo qo'yib bilmas edi. Endi esa bu muammodan ham xalos bo'ldik. Yaxshiroq va sifatliroq butsilar va o'sha mashhur arabcha sharhlovchisi. VAR tizimi qo'shilishi. Futbolchilarning hayotiy reaksiyalari. Ko'proq va kuchliroq klassik playerlar. Kuchliroq va sifatliroq yangilangan animatsiyalar. Haqiqiy hakamlar. Sifatliroq gol nishonlash uslublari. Kuchliroq va sifatliroq grafika. Yangicha fintlar. Internet muammolarini hal qilinishi. Do'stlar, Plus 26 da shu 20 ta narsadan 5 tasi qo'shilsa ham katta gap. Sizningcha nechtasi qo'shiladi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.